18 sentyabr Sankt-Peterburgdan Kazanga, Kazandan Dushanbega uchmoqchi akalarimiz. Hozir reysimiz zadержка bo'ldi. 21:00 da uchish kerak edi. Endi 22:15 ga zadержка, ya'ni 1 soat 15 minut zadержка bo'ldi. Biz Persatga oldik. Sankt-Peterburgdan Kazanga zadержка bo'lsa nima bo'ladi deydigan akalarimizga. Sizlar Severniy Vetrda o'zidan ofitsialni olsalaringiz, misol biz shunaqa yozamiz, biz subagent yozib beramiz. U yoqdagi reyslaringiz ham shuncha vaqtga zadержка bo'ladi. Ya'ni sizlarni uchib borishlaringizni kutib turadi, o'sha samolyot ketib qolmaydi. Bundan xavotir olmangizlar akalar. Ya'ni Persatga 1 soatda 50 minutliklar bor, ya'ni 2 soatlikka. Bu yerdan 1 soat zadержка bo'lsa, biz yana 1 soat ko'radi, uspet qilamizmi, qilmaymizmi degan savolga bu atvet sizlarga akalar. U yoqdagi samolyot ham zadержка bo'ladi, xuddi bu yerdagi zadержка bo'lganda. Bundan xavotir olmangizlar. Persatga 23.800 dan 21.800 dan sotilyapti. Dushanbega, Qo'rg'ontepaga. Qo'rg'ontepa через Kazan uchadi, ya'ni Sankt-Peterburg, Kazan, Bog'tar, Qo'rg'ontepaga uchadi. Bu Chim Dushanbedan arzonroq. Murojaat qilaverasizlar. Bezakin bo'lsa nazorat qilib qo'yamiz. Biron savollaringiz bo'lsa, Eldor Airlines aviakassasiga murojaat qilaveringizlar. Biz aeroport Pukoda bugun 18-sentyabr. Sizlar xizmatlaringizda Eldor Airlines aviakassasi va eng ishonarli kassa, eng arzoni biz.